Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana bitta yangi ijodni boshladik. Xudo xolasa, bitta ko'rib baho beraverasizlar. Bu ijodimiz Farg'ona viloyati Sortoq MFSida bo'ldi. Sariqqa qora har doimgidek. Bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. O'zlari o'zgacha dizaynda bu ham, xudo xolasa, cho'tki chiqadi degan umiddamiz. Bu tomonga uzun рабочий stol bo'ladi, 100 talik qozon, 20 talik qozon, 60 talik qozon, yana ozgina рабочий stol va tandirimiz bilan birga. Zakotovkalar qilib olganmiz mana yerlarga. Xudo xolasa bugun oldi qismi qutulamiz. Shunday holatda. Podachi vozduklarda biz zatinlik qo'yib ketyapmiz, ko'ryapsizlar burchakda. Bizga obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib kuzatamiz do'stlar. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Xudo xolasa videolarimiz 3 mingta, 4 mingta ko'rilyapti. Shunga yarasha podpiska kelmayapti do'stlar. Qo'llab olasizlar. Xudo xolasa biz ham bir nima deydi? Retlarga chiqib ketik. Atxamboy, mana ko'ryapsizlar. Ijodda hamisha Atxamboy. Gapirmaydi deysizlar, bu gapirolmaydi. Negaki? Gapirolmaygan bola ekan bu. Zvochkani qarang. Ashna holatda o'rtoqlar. Xudo xolasa 2-3 kunda общий обзорni ham qo'yib boramiz. Cho'tki bitgan holatini ham qo'yamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mo'minlarni qo'yib qo'yamiz. Aloqa chiqasizlar, xudo xolasa o'zgacha dizaynlarda qilib beramiz.